Chaqirasizmi yokida nima qilaylik hozir? Biz hozir so'ragan, to'xtang. Men sizga aytayapman. Biz bir necha marta kelib, shu yerda sizlar bilan suhbatlashdik. To'g'rimi? Siz hozir kechagina men qatnashmagan suhbatdagi bayonnomani yarim varaq qilib ko'rsatyapsiz. Olib kel o'sha varaqnomani Shuhrat aka, varaqni olib keling. Varaqni olib keling. Shuhrat aka, varaqni olib keling. Hozirgi bayonnomani qani olib keling. Yo'q, akt qilishga imzo qilma. Yo'q, mana siz murojaat qildinglar. Murojaatingizga hozir javob tayyorlanib beriladi. Bo'ldi, qani xat? Bo'ldi, bering. Xatni bering, bo'ldi. Biz sizlarga muammomiz yo'q. Bizga suhbatni bayonnomasi kerak emas. Bizga xat kerak. Bo'ldi, mana o'sha birjada qatnashishimizga, birjada Buxangi MChJ qatnashishi uchun to'sqinlik qilayotgan xat kerak bizga. Bo'ldi, xat berdi. Bo'ldi, o'sha kerakli tashkilotlarga gaplashamiz. Bayonnomaga qo'l qo'yishdan voz keching. Yo'q, men sizga aytayapman. Bizga bayonnoma kerak emas. Bizga xat kerak. Bo'ldi, xatni bering, bo'ldi, masala yo'q bu yerda. Necha marta kelyapmiz, rahbaringiz chiqa olmaydi, gaplasha olmaydi bizlar. Umuman rahbaringiz chiqsin, bizga kerak emas sizlar. Rahbar o'sha va'da berganlar, biz qilgan rahbar kerak bizga. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, mana bizni ham syomka qilib turibdi. Biz unga umuman qarshi emasmiz, bemalol qilishaverishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz hamma sog'mi, salomatmi? Mana birjada yana o'sha Buxangi MChJ masalasi. Xo'p, bizga xat berishmayapti necha kundan buyon. Birjada qatnashishimiz uchun viloyat hokimidan xat olib kelinglar deganda rahbarning o'zi shaxsan chiqib, o'zining labzi bilan aytganda shu gapni, biz ham shundan keyin 5 kun viloyat hokimiyatiga borib, iltimos qilib, janjallar qilib, xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqda chiqib, janjallar chiqib, qilib, o'sha xatni olib kelib berganimizdan keyin 10 kuncha birjada qatnashdi Buxangi MChJ. Arzonlashtirilgan un sotib oldi. Undan keyin yana hozir to'xtatgan birjada un sotib olishimizni. Endi hozir kelsak, rahbar chiqmayapti, qanaqadir tadbir qilyapti, boshqa qilyapti. Rahbarning o'zi gaplashgisi yo'q. Kecha suhbat o'tkazgan, men qatnashmagan suhbatda yarim varaq qilib olib chiqib olishdi. Shunga qo'l qo'yib bering, qo'l qo'yib bersangiz keyin xatni beramiz deydi. U qaysi qonun tamoyillariga to'g'ri keladi, tushunmay qoldim, to'g'risida. Ana bu yerda Buxangi MChJda fuqarolar 80 nafar ishchi xodimlar hozir ishlamasdan, non chiqarmasdan, bayramni ko'ngildagidek o'tkaza olmasdan, oylik olmasdan o'tiribdi. Bu yoqda rahbarlar bizga shu bitta birjada qatnashish uchun shu zavodni yopib, arzonlashtirilgan non olish uchun sun'iy to'sqinlik qilishyapti. Toshkent shahrida uyushma tashkil qilingan, o'sha uyushmada qimmaligi 100 aklab pul to'lash kerak, har bir kilo undan 10 so'mdan qo'shimcha pul to'lash kerak ekan. O'sha Buxangi nonini bozorda qimmat sotilishiga hissalarini qo'shishyapti o'zlarini. Hurmatli mutasaddilar, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik, shu vaziyatga jiddiy e'tibor berib, qarab, mana shu holatni bir to'liqligicha yoritib bizni Buxangi MChJga yordam berishingizni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.